Shaharning markazida kadastri bor kvartira qidirayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqqan. Kvadrati 100 kvadrat. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Qani ketdik. Bu bizlarda prixoja edi, endi mehmonxona. Kattalar yotoqxonasi. Ajoyib bolalar yotoqxonasi. Bu yer esa oshxona. Birinchi sanuzel va ikkinchi sanuzel. Do'stlar, agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot pastda saytda bo'ladi.